ba'zi holat bo'ladi. Klientni masalan, ya'ni mijozning qobiliyati yetmaydi, u narsani sotib olish imkoniyati yetmaydi. Arzonchi narsaga harakat qiladi. Menda shunaqa fikr borki, o'sha arzonchi narsa bilan ko'p qilgandan ko'ra, o'sha общий umumiy summa bilan yaxshi narsani qo'yib, lekin kam narsa qo'ysa bo'ladi. Ya'ni o'sha effektni olsa bo'ladi degan fikrdaman. Va shu narsani fikrimni olg'a suraman men u narsani. To'g'risini ba'zi holatlarda bo'lgan, savdo o'xshamagan joylari bo'ldi. Bizdan olishmagan joyligi bo'ldi. Ba'zi holatlarda xursand bo'lishdi juda ham qattiq. Даже bir holat bo'ldiki, bizda ustalar keldi. Uy klient, ya'ni mijozning talabini eshitolmay, ustasining gapini eshitolmay. Kim mendan mijoz so'raydi. Ikkalasini ham tanimayman. Mijozni ham tanimayman, ustani ham tanimayman. Nima deb o'ylaysan deyapti. Aytolmay, ertaga ish bitgandan keyin xafa bo'lib ustingdan nolimaydigan bo'lsang, ko'nadigan bo'lsa ishlat. Lekin bu ustalar sen o'ylagandek odam emas. Ya'ni bu sen talab qilayotgandagi darajadagi ustalar emas. Yaxshi o'sha qiyinroq holatga o'tdi, ustalar o'zi qo'lini ko'tardi. Ya'ni biz qila olmas ekanmiz bu narsani. Keyin bilsa, ustalar majar bo'lgan ekan o'zi. O'sha vayda, paxo'da bir yo'lida qilib beramiz deb aytishgan ekan.